Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Allohning salom salovatlari bo'lgan bo'lsin. Buna hurmatli jamoat, Qur'onlik chaluvining oldida turamiz. Alloh taolo o'shul kunga yetkirgan ekan. Baringizlarning Qur'onligingizlarni Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin. Hem Qur'onlikning eng yaxshi emasi, erejasi har kim o'zi so'ygan yaxshi ekan. Har kim o'zi Qur'onlikni o'zi so'ygan yaxshi ekan. Biroq qo'ldan kelmasa birovga so'ydirsa dag'i bo'ladi. Hem bardığızlar soyup qo'lingizdan kelavermaydi ekan. Şonduktan buni hozir qassoblarga ushul malды so'ydirgan atamiz. Alloh taolo ushul so'ydirib atgan odamlarning Qur'onligini bardığını qabul qilgan bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, o'shul Qur'onlikni barib o'zingizga kuba bo'lib qarab turg'ula deydi. Har bir tushgan qon günahlarning kechirishine sebepchi bo'ladi deydi. Hem o'shul Qur'onlik salatga mana 7 odam hozir birinchi guruhga so'yilib atadi. Maraliyev Turg'un, Yuzbekov Rasul, Hamzayev Öktem, Usmanov Aqjol, Qurbanov Baqit, Sulaymanov Qasim, Eraliyev Ikrom. Ushul bir tuğanlarımızın Qur'onligi chalinib o'tadi. Alloh taolam qabul qilgan bo'lsin. Qassob so'yib o'tgan odamdan ushlarning atidan deb niyat qilib qo'yasiz, ushul ata atalganlarning atidan deb turib. Alloh taolam qabul qilgan bo'lsin. Savoblarni arnagan yerlarga yetkazishni Alloh taolam nasib qilgan bo'lsin. Hem bu Qur'onlikdan negizgi maqsad qon chiqaru. Qon chiqdi bo'ldi. Xudoyim buyursa, Qur'onligingizlar qabul bo'ladi. İnşallah. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, avval kan çıkpay jatıp, jerge tushpay jatıp, Allah'ın aldında Qur'onlik o'rin tabat deydi. Qur'onligingizlar buyursa, ushul kan çıkpay jatıp, Qur'onligingizlar Allohning aldında qabul bo'lgan amallardan bo'ladi inşallah. Qolgani ham bu ne adamların o'zining o'rtasındagi narsa. Qo'qis bölüştürүү jatında kishine azchilik ko'pchilik bo'lib qolsa rozi bo'lingizlar. Al narsa Qur'onlikqa ne Xudoyim buyursa ziyonligi tiybaydi. Negizgi narsa niyet degende o'sha niyet bardi Qur'onlik chaluv niyeti bo'lish kerak. Öyle et tarafında emas, öyle qo'shilib qo'yayinchi jetpay qolib tur emas. Har biringizlar Qur'onlikni niyet qilib atasizlar-ku. Demek Qur'onlik bu ne? Bardingizlar Xudoyim buyursa o'tadi. Qolgan bölüştürүү jatında al emine bu insonning o'zinde eğer bir kuni zulmdumda eme qilib olib qo'ygan bo'lsa, al kunökörlü bo'lishi mumkin, biroq Qur'onligina ne ziyon jetpeydi. O'shandaqdan qijalat bo'lmangizlar. Bardig'i niyeti to'g'ri bo'lish kerak degende mana ushul. Bardig'i niyeti ne? Qur'onlik chaluv bo'lish kerak bo'ldi. Xudoyim buyursa ham atay o'sha Qur'onlik chalam deb atgan odamning niyeti bundan boshqa niyeti bo'lmasa kerak deyim. Alloh Qur'onligingizlarni qabul qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Allah razı olsun. Gel abi, sındır ağzına. Burgaz'da ilgili iş çok mu gel? Sındır kılam oldu. Bu var mı?